Xo'p, bizga berilgan, demak, aylana diametri, unga ichki chizilgan to'rtburchak. Demak, bu tomoni m ga, bu tomoni 1 ga, bu tomoni 1 ga va aylanani diametri 4 ga teng. Bizdan so'ralayotgan ifoda 2b kvadrat plus 2m kvadrat plus bm ning qiymatini topish so'ralyapti. Xo'p, dastlab bizga ma'lum diametrga tilangan burchak 90 gradus ekanligi va aylanaga ichki chizilgan to'rtburchakning qarama-qarshi burchaklari yig'indisi 180 gradus. Demak, mana bu yer alfa bo'lsa, bu yoq 180 gradus minus alfa. Xo'p, demak, mana bu diagonalini s deb olsak, Pifagor teoremasdan 4 ning kvadrati minus b kvadrat teng c kvadrat va kosinuslar teoremasida mana bu uchburchak uchun m kvadrat plus 1 ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan m ko'paytirilgan b, burchagimiz 180 gradus minus alfa. Kosinus 180 gradus minus alfa barobar c kvadrat. Mana shu ikkalasini bir-biriga tenglaymiz va bundan tashqari bizda kosinus alfa bu uchburchagimizda to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun yopishgan katet, ya'ni b ni gipotenuza 4 ga nisbatiga teng. Xo'p, demak, mana buni yozib olamiz. Sistemadagi mana 16 minus b kvadrat barobar m kvadrat plus b. Kosinus 180 gradus minus alfa keltirish formulasida demak minus kosinus alfa ga teng. Shuni hisobiga mana bu minus plus bo'lib ketadi. 2m kosinus alfa. Xo'p, yana yozamiz. Demak, kosinus alfamizning qiymatini mana bu yerga qo'yib ketamiz. 16 minus b kvadrat teng m kvadrat plus 1 plus 2m ko'paytirilgan b taqsim 4. Xo'p, qisqartirish amalga oshiramiz. Qoladi. Umumiy makraj berib yuborsak, 32 minus 2b kvadrat barobar 2m kvadrat plus 2 plus bm. 2b kvadratni bu yoqqa, 2 ni bu yoqqa o'tkazsak 30 teng 2b kvadrat plus 2m kvadrat plus bm hosil bo'ladi. Bu esa bizdan so'ralgan ifodani qiymatiga teng. Demak, javobimiz 30 ekan.